Java dasturlash tilida tanlash operatori dasturlash jarayonida ma'lum qiymatga asoslangan holda ma'lum bir operatorlar ketma-ketligini bajarish kerak bo'ladi. Bu holatlarda tanlash operatoridan foydalanish tavsiya etiladi. Tanlash operatorining umumiy ko'rinishi quyidagicha. Bu yerda switch hamda case kalit so'zlardan foydalaniladi va ifodalar operatorlar ketma-ketligini tugatish uchun breakdan foydalaniladi. Break tushunchasini keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Agar break ishlatilmasa, masalan, operatorlar bir bajarilgandan keyin operatorlar 2 bajarilib ketadi. Shu sababli keyingi operatorlar ketma-ketligi bajarilmasligi kerak bo'lsa, shu holatlarda break foydalanish tavsiya etiladi. Ko'pchilik holatlarda odatda breakni qo'yishadi. Bu yerda tanlash operatorining umumiy ko'rinishiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda switch yoziladi. Keyin qovuslar ichida qiymat beriladi. Masalan, n soniga mos masalan ifodalar berib o'tiladi. Bu ko'rinishda casedan keyin ifoda masalan n bo'lsa, n'imiz aytaylik 1 ga teng, 2 ga teng va hokazo n. Agar kiritilgan ifodalarning birontasi ham bajarilmasa, ya'ni default holatdagi, ya'ni aks holatdagi operatorlar bajarish mumkin. Bu element dasturga qo'shish mumkin, qo'shmasangiz ham mumkin. Bu dastur shartlaridan berilgan masalaga bog'liq holda. Keling, quyidagicha masala qo'yamiz. Ya'ni talabaning baholari berilgan, ya'ni 1 dan 5 gacha, aytaylik 2, 3, 4, 5 baholar berilgan. Shu baholarga qarab so'zlar orqali ifodalaymiz. Aytaylik 5 kiritilgan bo'lsa a'lo, 4 kiritilgan bo'lsa yaxshi ko'rinishda. Buning uchun yangi dastur yaratamiz. Hop, son kiritish uchun skanner, new scanner system in. Hop, int n sonli bo'lishi mumkin. Scanner next int switch va bu yerda n yozib o'tdik. Endi case'ni kiritamiz. Case agar 2 ga teng bo'lsa qoniqarsiz. Undan keyin break yozamiz. Keyin esa case 3 ga teng bo'lsa break. Keyin esa case 4 yaxshi. Break va case 5 break. Hop, mana dasturimizni endi ishga tushiramiz. Aytaylik 5 kiritilgan bo'lsa a'lo, 2 kiritilgan bo'lsa demak qoniqarsiz. Keling break so'zini olamiz. Masalan 2 dan keyin break so'zini oladigan bo'lsak va ishga tushirib dasturimizda 2 ni kiritadigan bo'lsak, e'tibor bergan bo'lsangiz qoniqarsiz hamda qoniqarli so'zlar chiqarmoqda. Dastur bajarish jarayonida qanday amalga oshadi? Oldin masalan ifodamiz case 2 ga teng bo'lsa, demak sistema qoniqarsiz so'zi chiqariladi. Undan keyin break bo'lmaganligi uchun keyingi operatorlar ketma-ketligi o'tadi. Masalan, qoniqarli so'zlarga o'tadi.
keyin breyk bo'lganligi uchun keyingi operatorlar ketma-ketligi o'tilmayapti. Shu sababli agar dasturda operatorlar bajarib bo'lgandan keyin keyingi operatorlar ketma-ketlik bajarmasi kerak bo'lsa breykdan foydalanish kerak. Switch case, ya'ni tanlash operatorini ishlatiladigan hop, boshqa son kiritadigan bo'lsak, masalan 5 dan katta son kiritdi aytaylik, 6 kiritdi. Mana bizda dasturimizda hech qanday ma'lumot chiqmayapti. Bu xato emas, lekin bunday bo'sh qoldirish tavsiya etilmaydi. Shuni sababli bu yerda defaultdan foydalanamiz. Default holatda cout deymiz. Xato son kiritingiz. Boshqa son kiritilgan holatlarda xato son kiritingiz degan so'zni chiqaradi. Xato son kiritingiz so'zi chiqarmoqda.